Assalamualaikum. Avazım anlatımdı. Avazım anlatımı dep diyorsan başlayınız. Başlayalım sizde ders hazır öğrenelim. Kırıp kadar ya angaçı. Assalamualaikum. Arkadaşlar hazır başını hayırlı olsun. Bugün dersimiz 67. dersimiz sizleyimiz. Yani lesson 67, 16, 6, 60'ye 60, 7'ye 7. The weekend. Hep ahiret. Diyen dersimiz. Sözlüklerge qarayıp qaydan bunu sözlüklerden dep toqun. Birinci söz greengrocer dedi. Greengrocer. Greengrocer. Grain diye yeşillik degenge. Endi grocer bilan birleştirip yeşil yani yeşillik magazin demeyiz yani. Köktat köktat bazar degende. Köktat bazarı. Köktat taqtıgan top taqtıgan orun degende. Köktat satılan magazin degende. Yani köktat bazarı desek ekerek muvaffak edildi. Sekiosat dükküne, sekiosat bazar tamamlıyor yani. Grain grain grocer, grain grocer, grain grocer. Absent, absent deyince kem deyince absent, absent kem deyince mesela who is absent today demiş. Who is absent today? Kim olsa bugün kem diyen geçiyor. Buna da kim kemme de diyen. Kim kemme diyemiz ya bana kem de hani elikde yoklum kıra vaqtda yok diyen ma'noroq o. Yok diyen ma'nosini chiqib dengi. Who is absent? Absent today. Absent today. İşte bugün kim yok dengi. Bugün kim yok. Absent deganlar yok. Kamchil, tuluq tuluq bo'lmagan, kelmagan degan ma'nolar keladi. Masalan, sinflarda yo'qlik qilib ash vaqtda absent deymiz. Absent. Endi haftalarni o'rganamiz degan haftalarni biz Monday degan gap dushanba degan gap ma a o'qildi. Monday dushanba dushanba. Tuesday deymiz. Tuesday sonli Tuesday. Tuesday degan gap seshanba degan gap Tuesday. Wednesday ma d o'qilmaydi bu yerda. Wednesday. Çarşamba degan gap. Erta mushu Wednesday bo'ldi degan gap. Bugunchu Tuesday degan gap. Bugun seshanba, ertachu chorshanba degan gap. Endi Thursday. Manada mashq mavu Tuesday bilan Thursday biroz farqlanib qoldi. Biroz o'xshashlik o'xshab ketgandek tuyuldi, ammo o'xshash emas. Mavu tiu, machu the. Th o'sni bo'ladi, the bo'ladi. The you, do you. Tuesday. Yani Tuesday, Thursday. The, the. Thursday degeniz endi balki sig'mayliroq chiqaramiz degan gap. Thursday. Uni mana shu tilinglarni ostinga ustiga tishinglarni orasida qistirib turib C harfini chiqarsang bo'ldi. C harfini chiqarib Thursday masalan hozir Thursday dedingiz-ku. Ana shunday Thursday, ya'ni ashuni oldiqcha Thursday. Thursday desang. Keep degan gap oldin qatim o'tib ketgan to'q saqlash degan ma'nosi bor.
keep, saklaş. Buna bek çıkmayanlar var. Miyadik mühendisinin diyeyim tebe diyeyim mühendisin var. Tebe. Yani rivayet kılmak, saklamak, tutup kalmak diyeyim. Keep mühendisler var. Keep de bakayım. Keep. Spend deyince ötmek deyince ötmek. Spend, 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 spend. And the week deyince hatta deyince in deyen çok in. Ahır deyince. And hatta ahır deyen çok weekend deyimiz. Weekend. Sanırım week diyen hatta en deyen ahırlık kinolarda en de çıkıp koydu o. Aş vakit ahırdaş deyince yani. End, weekend sanırım. Weekend. Hatta ahır deyince. Bu çarşamba o neymiş? Şembe ekşembe gösterse weekend ise şembe ekşembe de bir sana bulur. Hatta ahır. Friday me amrak. Me okuluşum amrak bu ki. Friday. Friday. Friday degen cuma günü deyince de cuma günü. Friday. Saturday. 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 Sa t you. Yani abadaki you kumada kumada kullan. Saturday. 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 Yani bu şembe oldu. Hem de Sunday. Güneşlik sanatı var. Yani güneşlik gün diyen mende. Sun, ya güneş. Day degen çok gün. Güneşlik gün. Sunday. Sunday. Yani bu yakşam diyen gibi. Country diyen gibi devlet diyen manası var. Meğer çok yizi diyen manası var bununki. Ama aldığa the dep enek artikul kelge vaqtda ha bu yizi ekan deb bilsang bo'ladi. Bo'lmasa devlet deb bilsang bo'ladi jumlalar kelge vaqtda. Country. Then the country desa yizi deb tutsang bo'ladi. And the country desa üzeri aldıda enek artikul the kelmese devlet ekan deb bilsang bo'ladi. Lucky deyinge lucky de mesela Ahmet bolsun, baxtlik bol, xushallik yeri bolsun. Neler var? Ahmetlik pişanısı on dep bilen dok. Aşna täleylik, baxtlik. Mesela lucky dep bu. O sözlüklerimiz lucky, baxtlik, täleylik, Ahmetlik, country, yiza, Sunday, şembe, oy nima, yekşembe, tätirsi bu. Azmaylı. Green grocer deyen gep yeşil köktatlar bazarı deyen gep yeşil köktat bazarı. Absent deyen gep kem tuluk emas yetişmegen deyen manası. Monday hatta bire. Düşembe Tuesday Tuesday Seyşembe Wednesday maddi okulmaydı. Wednesday Çarşembe Thursday. Bozcu Perşembe. Keep deyen saklaş. Spend deyen ötküzmek. Weekend diye hep dahil deyen Friday, Cuma günü, Saturday. Şembe, Sunday, Yekşembe, Country, Yiza, Lucky. Bekle deyen sözlüklerimiz bir şey olsun. The Weekend dedi. Hep dahil dedim bu Mrs. Johnson bilen Mrs. Williams yani iki ayalınki diyalog eken yani John hanım bilen Johnson hanım bilen bu Williams hanım. Williams şunun anasıydı ya Jamie'nin anasıydı. Aldığım tekstlerde ötken çıkkandı. Hem de Johnson diye yan bir ayal eken. Ama iri bir ayal denge. Mrs. Johnson denge Johnson hanım denge. Bu Johnson diye aşı yol dışına aslında. Williams diye mi Mr. Williams defa bakmaz mı şimdi? Şu aşkayanınki diyalog eken göreylemse. Hello dedi. Hello. Where? Qayerda? Oy, where? Where dep gittim ona mane. Were you at the manimite butchers? Butchers degen nimite? Navay hanımı, kassap hanımı. Kassapxana degan Go'shtxona yoki go'shtxona. Qassabxona, go'shtxona.
Mana gap. Were degan nima edi? Were deganimiz amizarlarninki o'tgan zaman shakli was were de. Were deganimiz ko'plik shakli. Ya'ni birinchi shaxs, ikkinchi shaxs va ko'pliklarga was were'ni ishlatadi. Uchinchi shaxscha yo'q, ko'pliklarga va ikkinchi shaxslarga nima? Were'ni ishlatamiz. Hello deb. Yaxshimisiz? Where? Where? Ya'ni where deb bo'lma. Were you at the butcher's? Siz nima demoqchi? Qassobxonadami deb so'radi. Qassobxonadami? Nima ishqa were'ni ishlatdimiga? Chunki aşağıda bulayotgan ahvol, ya'ni bu bo'lgan bo'lsa, qassobxona masalan, birisi nimada Istanbulda bo'lgan bo'lsa, sen Istanbuldami deb so'raymiz. U vaqtda were deb so'raymiz. Were you at the butcher? At deganni get data degan yo'llanishga kelish qo'shimchasi. O'rin kelish qo'shimchasi. Were you at the butcher's? Siz qassobxonadami? Mana butcher's deb shunda qo'shib qo'yish-ku mana oxirga. Shuni butcher'niki sotadigan o'rin, ya'ni qassobniki qassobchilik shug'ullanadigan o'rin bo'ladi. Ya'ni shunga qassob dukkani deganni qisqartirilsa mana butcher's. Butcher shop deganni qisqartirilsa. Yes, I was. Men shu yerda. Men shu yerda. Ya'ni men shu yerda bo'lib bo'lgan. O'sha kip bo'ldi. Kip bo'lgan zaman nima bo'ldi? O'tgan zaman bo'ldi. Shunga yes, I was. Men shu yerda. Endi Mr. Williams deb turib, yes, I was. Men shu yerda degandan keyin endi yana so'rabdi-da, kendilar. Were you at the butcher's too? Sizmi go'shxonadami? Qassobxonadami? Shunda no, I wasn't. Men emas, ya'ni men u yerda emas demoqchi. Mana to'liq qilsa I wasn't at the butcher's demoqchi. Men go'shxonada emas demoqchi. Shuni buni qisqartirmasa no, I was not. I wasn't. I was, men bo'lsam bir yerda. Nada? At the green grocer. Green grocer. Yani green grocer shop degan gap. Green grocers. Men bo'lsam ko'ktat bozordagi, ko'ktat do'konida. How is Jimmy today? Jimmy qandaroq dedi. Buni Johnson xonim so'ratdi. William xonimniki bolasi o'g'achqa. How is Jimmy today? Jimmy bo'lsa qandaroq? How is Jimmy today? Jimmy bo'lsa qandaroq dedi. Endi javob berganda he is very well. U bo'lsa nice, yaxshi. He is very well. He is very well. Thank you, Rahmat. Was he absent from school last week? U oldin qitim last degan gap oldin degan gap last oldin. Masalan, last week deymiz oldin hafta. Last year deymiz o'tgan yil degan. Endi kelar yil degandan-chi kelar hafta deganlarni-chi next deymiz. Next week, next year deb tanishamiz. Masalan, o'chirib turganda next deb kinolar to'lig'ini aniq qilgan bo'lishi mumkin. Bunday o'chirib turgan bo'lsa, birinchidan keyin bo'lsa next deb qilgani keyindikisi degan gap. Shu yerda last degan gap oldingi degan gap, oldingi degan gap.
Bunun kendin was he absent the school last week? Aldın katta qanday bo'ldi? Maktabga bormadimi o degan. Maktabdan qoldimi o demoqchi. Maktabdan qoldimi o? This not yes, he was. Ha, shunda bo'ldi. Ha, shunda bo'ldi degan. He was. He was absent on Monday, Tuesday, Wednesday, and the Thursday dedi. U qoldi dushanba, seshanba, chorshanba va payshanba kunlari qoldi dedi. Yani, maktabga bormadi degan gap. Maktabga bormadi, maktabdan qoldi demoqchi. How are you all keeping? How are you all keeping? Mana degan gapimda qandoq? U bo'lsa qandoq? All keeping, ya'ni qandoq turibdi degan gap. All keeping degan gap salomatlik ahvolinikini qandaroq demak, qandaroq ketib bordi, qandaroq saqlanadi degan gap. O'ydan qandaroq saqlanadi demaymiz endi. Qandaroq ketib bordi salomatlik ahvoli, hamma ishlar yaxshi ketib boradi degandek-ku. O'zgarish iliq hozirgi holatini saqlab qolyapti degan. Ya'ni saqlagan holati saqlagan holatidek yaxshi bo'ladimi demoqchi. Burunqi holatini saqlab qoldimi degandek. Keeping. How are you all keeping? Uning ishlari qandaroq saqlanib ketib bordi, ya'ni qandaroq ketib bordi demoqchi. Qandaroq ketib bordi degankin very well. Night yaxshi. Thank you. Rahmat dedi. We are going to spend 3 days dedi. Biz qilmoqchi. Spend degan fe'l, shuni going to degan qilmoqchi degan ma'nosida. We are biz going to qilmoqchi. Nima qilmoqchi? Spend o'tkazmoqchi. Biz o'tkazmoqchi. 3 days 3 kunni o'tkazmoqchi. In the country, ya'ni yezida 3 kunni o'tkazmoqchi dedim. Ya'ni bu deb kelsa, yeziken deb bilsam bo'ladi. Yezda degan gapga ma country deb bilsam bo'ladi. Agar bu davomizchi davlat degan ma'noda bilsam bo'ladi. We are going to spend 3 days in the country. Biz yezida 3 kunni o'tkazmoqchi. 3 kunni yezida 3 kun o'tkazmoqchi dedim. We are going to stay at my mother's for the weekend dedim. Endi we are biz going to qilmoqchi, etmoqchi. Qilmoqchi stay turmoqchi at o'rinkilish qo'shimcha qilgan dedi. My mother's mening onamning uyida 3 kun turmoqchi. For the weekend, ya'ni hafta oxiri uchun onamning uyida turmoqchi dedim. Friday juma kuni, Saturday shanba kuni, and Sunday ve yakshanba kuni in the country, yani juma kuni, juma, shanba, yakshanba kunlari bo'lsa, sizlar yezidami? Yani yezida esa aren't you lucky? Yani savol emas bu. Dushanba, seshanba o nima? Juma, shanba, yakshanba sizlar yezida deb hayajonlar deydi endi yezida degankin yezida deb qo'ygan aren't you lucky? Aren't you lucky degan gap are not you lucky, ya'ni siz baxtli emasmi, siz nayt baxtli emasmi degan gap. Yani qaybas qilib sizdan birisiga "Sino manchilik puling bor, sen boy emasmi?" deb so'rab, "Sen boy emasmi?" deb mana deb qo'yamiz-ku shuningdek. Mechimada juma kuni, shanba kuni, yakshanba kunlari sizlar yezdikansizlar, baxtli ekansizlar degandek. Baxtli emasmi degandek savol shaklida. Aren't you lucky? Savollik unday shaklda. Asan bo'lganda. Bizdan bog'la endi shunday so'zlar. Aren't you lucky? Baxtli emasmisiz? Xushal emasmisiz?
Yana bir qatam takrorlayib ma'lumsa. Hello degan gap yaxshimisiz? Ustoz, Oh, ama shu Word'niki qanday kelganini qaytadan bir tafsil tushuntirib yana yuzaki bir tarjima qilib bersangiz. ha. Oh, was degan word bilan ishbisi amizarninki qisqa, ya'ni amizarning o'tgan zaman shakli. Am is are ni bo'lgan tanlar. BPL. Andan bu was word deganimiz ash BPL'larning o'tgan zaman shakli. Was deganimiz birlik. Word deganimiz ko'plik. Shaklga ishlatamiz. Albatta, ko'plikning ichida yumi bor, yumi ko'plikning ichiga kirib ketadi. Hadi sen degan gap bo'ldi. Yu degan yuzlam sen, sizlar deb chiqadi emasmi? Shuni o'rni ishlatamiz ana. Qolganligi I, he, she, it deganlarga wasni ishlatamiz. Qashna BPL'da. Ya'ni I'ninki amtigu, you'ninki are, ko'pliklarninki are. Hamda uchinchi shaxslarning nimada isdi. Shuningdekla birinchi shaxs, uchinchi shaxslarniki BPL o'tgan zaman BPL'si was bo'ldi. Ko'pliklar va ikkinchi shaxsniki bo'lsa BPL'si were bo'ldi dendi. Bu yana shu nima bilan o'xshash deb o'ylasangiz, ya'ni amizarlar bormi? Am, is, are. Ashlarning ma'nosi o'xshash, ya'ni bo'lsa degan gap sangiz. Ya'ni bu faqat o'tib ketgan zaman shakli. Masalan, hello, yaxshimisiz? Siz nimadimi? Qassobxonadami? Ya'ni qassob dukkundimi? Eto. Where were you at the butcher's? Qassob dukkundimi? Deb nimish ma o'rnashadi, chunki aşağıda mu deb bo'lgandan keyin o'tib ketgan zaman bo'ladi. Shunga o'tgan zamandek muomala qilish lozim edi. Masalan, men shu yerda dedi. Men shu yerda. Demak, o'tib bo'ldi degan gap. Ashmash do'konning ichida bo'lg'achqa, do'konning ichida bo'lib bo'ldi. Shunga was ne deyapti degan gap. Yes, I was deb. Mana resim qarasangmi, shunday ekan-ku. Andan sizmi shu qassob do'kondamisiz yoki qassob do'kondami? No, I wasn't. Men emasdim. Ya'ni emas degan. Emas. Bu yerdagi o'tgan zaman shaklida muomala qilsa bo'lgan. Agar bek bilmasangiz mana siz qassob do'kondamiz desangiz bo'lgan gap. Men shu yerda etdim. Sizmi qassob do'kondamiz desa, yo'q, men u yerda emasdim. Men bo'lsam, nima deydim? Ko'kat bozorida edim. Degandek anda o'ylsam bo'lgan gap. Men hozir boshqa tarjima qilib bersam, hozir manachu men siz qassob do'kondami desam, sizlar bu qanday o'tgan zaman bo'ldi deb ezib ketishim mumkin. Siz qassob do'kondamiz desanglar, siz qassob do'kondamiz, sen Urumchi demitin desek vaqti aşağıda o'tgan zaman bo'ldi degan. Sen Urumchi demitin degandek. Sen qassob do'kondamiz desingda to, yo'q, men u yerda emasdim. Unga senmi qassob do'kondamiz desa, yo'q, men u yerda emasdim. Men bo'lsam Ko'ktat bozorda edim. Hallo, yaxshimisiz? Siz qassob do'kondamiz? Yo'q, men emasdim. Men u yerda emasdim demoqchi. Sizmi qassob do'kondamiz degandan, yo'q, men emasdim. Men shu yerda degan birinchi, ikkinchisi yo'q, men u yerda emasdim degan. Men Ko'ktat bozorda, Ko'ktat do'konda edim. Havuz jemik, qag'ini kelmadi men. Ammo qag'miyadiki, qag'iniga olma osti qarsanchi, uningki o'tgan zaman shaklidan yaxshi ta'liq qoladi. Masalan, was he absent from school last week? Oldin qatta maktabdan qoldimmi? Oldin qatta o'g'irlik uchun o'tib ketgan gap. Chunki jumlaga, ustiga jumlaga were you at the butcher's? Men keyin vaqtdan kechga bizga voy bu qanday o'tgan zaman bo'ldi. Uyg'urcha nima vaqtimizda tarjima qilgan vaqtimizda unda emaslik tuyuldi.
Ama men vaqt bilan aniq bilgan vaqtda bu nima tuyulgan gap, bilan he ish qila olmaydi. Was he absent? U qoldimi? Nimadan? From school. Maktabdan qoldimi? Qachon? Last week. Oldingi hafta maktabdan qoldimi desa, yes, he was. Ha, shunda u qoldi degan gap. Ha, u qoldi. He was absent on Monday. U qolgandi dushanba, shanba, chorshanba va payshanba kunlari maktabda qolgandi demoqchi. Qolganlari qog'ozlar yana asta-asta chiqqanda ko'ramiz. Majmunni bir qatim dialogni bir qatim o'qib, mojarosini oxirlashtirdi. Hello. Were you at the butcher's? Yes, I was. Were you at the butcher's too? No, I wasn't. I was at the greengrocer's. How's Jimmy today? He is very well, thank you. Was he absent from school last week? Yes, he was. He was absent on Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. How are you all keeping? Qandarak ketib bordi? Qandarak ahvol qandarak ketib bordi? Very well, nice, yaxshi. Thank you, rahmat. We are going to spend 3 days in the country. Biz izda 3 kun o'tkazmoqchi. We are going to stay at my mother's for the weekend. Biz hafta oxirlarida onamning uyida turmoqchi. Friday, Saturday, and Sunday in the country. Dushanba, juma, shanba, yakshanba kunlari yezidimi sizlar? Aren't you lucky? Baxtli emasmisiz? Baxtli emasmisiz? O qanday savol olib ketgansa da oxirgi kundan so'ng baxtli emasmisiz degani. Masalan, are you lucky deymiz. Siz baxtli degan gap. Buning savol shakli nima bo'ldi? Oy, are you lucky degan gap siz baxtlikmi degan gap bo'lamasmi? Masalan, I am lucky deymiz. Men baxtli degan gap. You are lucky deymiz. Sen baxtli degan gap. Endi buning savol shakli qanday aytsak, PP jumlalarning BP'sini oldiga o'tib ketdik, to'g'rimi? Are you lucky degan gap sen baxtlikmi degan gap. Endi sen baxtlik emasmi deb so'raydigan savol. Bizning uyg'ur tilida bor-ku, sen baxtlik. Sening bir balang, ikki balang bormi deymiz. Agar sening ikki balang yo'q, bor emasmi deb so'raydigan ahvollar bor emasmi? Endi inkor savol jumla. Inkor savol jumla. Bu uyg'ur tilida ko'p qo'llaniladi bu savollarni. Mesela sen tamak yemedinmi? Evet, tamak yeganligini ko'rib qo'ying, ammo sen tamak yedingmi deb so'raymiz. Undan keyin sen tamak yemedingmi? deb so'ragan holda sen oshxona kirgandan keyin va'da bir tamak yapilib, yana bir oshxona, yana bir yerga borsa, va'da meni yeyotgan bo'lsa, sen tamak yemedingmi? Yani demakchi sen bayatni tamak yeding emasmi? Demakchi. Nega shu are you lucky demak, sen baxtlikmi demakchi. Endi aren't you lucky? Siz baxtli emasmi? deb so'radi dengi. Ya'ni hayajonli shaklda so'radi dengi. Masalan, birsiniki 1 million lotereya chiqdi, san 1 million chiqdimi? Degandan, san 1 million chiqdi emasmi? Demakchi, inkor savol so'radi dengi. Ya'ni shu inkor savol jumla deb tushunsan bo'ldi. Mesela o'zingiz so'rab qolsangiz, men masalan men Uyg'ur deb turib, men Uyg'urmi deb so'raydi. Men Uyg'ur emasmi? deb so'rasangiz, men Uyg'ur emasmi? Ya'ni then I am Uyghur. Am I Uyghur? Am not Uyghur. Am not Uyghur sanırım. Men Uyghur mu?
Men Uyg'ur emasmi? İnkar savol javob. Qag'in bana nima qarasanglar, Bochris degandagi asning qisqartmasi shop degan qisqartmasini deb qo'yapti. Buni жаңы ko'ryapsana bo'ldi. Uning keyin nima BP'ning o'tgan zamon shakllari was were va birinchi va uchinchi shaxslar uchun bularni ishlatamiz deb qo'yapti. How are you all keeping deganga keeping degan nima tushuntirib qo'yapti, ya'ni qanday ahvolingiz? Weekend degan gap hafta oxiri degan gap. Men deb turgan mana aren't you lucky deganni birini deb tushuntirib turgan geldi. Bir narsani texdimmoqqa tasdiqlash maqsadi degan bo'lsa, men boyadan dedim bo'liqqa. Bir yerdan tamoq yeb chiqqadim, yana bir yerga mehmonlik qilsa, yana shunda ishtovlar yeyotgan bo'lsa, sen boyadan tamoq yemedingmi? Yeganting emasmi? deb so'ramiz emasmi? Yani sen yeganting tamoqni degan gap bo'lgan. Inkor solimiz. 68. dersga keldik. Lesson 68. What's the time? Bu aldığın birinci qatımlık dersimizde vaqtni o'qishda butun ders, butun vaqtlarni o'qitdik. İkinci qatımlıkta o'qigandik. Birinchi qatımlıkta masalan mana o'qilib, turi o'qilib deb. Endi ikinci qatım o'qigan nima degandik? Quieter, to quieter deb. Endi uchinchi qatım half deb degan tandiq. Half past deb. Bir yerim bo'ldi degandek. Half past 8 degan bo'lsa-chi, 8 yerim bo'ldi degan. A quarter past 8 degan bo'lsa, 8 15 minut o'tgan. 8 dan 1 chorak o'tgan. Endi qanday o'qiymiz? Endi undan kichik partiyalarni o'qiymiz degan. Bizdan 10 minut o'tdi, 5 minut o'tdi, 6 minut o'tdi. Buning shakli qanday o'qiysanlar? It is minute past soat. Qo'ysanlar bo'ldi. It is minute past soat. Bu bir xil shakl. İkinci xil shakl-chi, yerimda o'tib ketgan yoqi. Masalan, 2dan 35 o'tgan bo'lsa, buni 3ga 25 minut qoldi shaklda. Birisi manchidan mancha minut o'tdi. Yana birisi manchiga mancha minut qoldi degan shakl bo'ldi endi. Masalan, birinchi qarasanglar, cho'ngi tom bo'g'ini soat tirlikse, inchikse minut tirlikse. Mana bunda javobda bu vanogda bo'libdi, birlan bo'lib, del bir bo'libdi. Endi ikkinchisi qarasanglar javobda soatni 1 ga qarabdi, minut tirliksimi 1 ga qarabdi. Buni degan gapimda 5. It is 5 past 1 deymiz. 1dan 5 minut degan gap. Endi ikkinchisi qanday o'qiymiz? It is 15 past 1 desang bo'lgan gap. Ya'ni 1dan 15 minut deydi. Yoki a quarter past 15 minut degan bir chorak emasmi? A quarter past 1 chorak o'tdi 1. 1dan 1 chorak o'tdi degan gap. Endi 5-chi qarasanglar, minut tirlikse 4 qarab turib, soat tirlikse 1 bilan 2 ning oralig'ida ekan. Demak, yana 1dan demakchi. Buni 4 ko'rsa nima bo'ladi? 20 bo'ldi. 20 degan gap. 20 minutes past 1 desanglar. 1dan 20 minut o'tgan. Endi bu qarasanglar 7-chi keldik. 7-chi qarasanglar 6 ga qarab turib, minut tirlikse soat tirlikse yana 1dan 2 ning oralig'ida degan gap. Bu vaqtda half past 1 desanglar degan gap. Bir yerim o'tdi. Nimadan? 1dan degan gap. Endi 8-chi qolgan bundan keyingilarga hamda 1 emasmi soat 2 ga yaqinlab. Demak, 2 ga mancha minut qoldi, 2 ga mancha minut qoldi shaklda deymiz degan gap. Soat o'qigan vaqtda shunday o'qildi. Albatta, unda o'qimayman desanglar bo'laveradi. Masalan, 8-chi qarasang 35 minut deb turgan. 1dan 35 minut. Buni it is 35 past 1 desanglar bo'laveradi. 1dan 35 minut degandek. Hammasi ama 12-chi qarasanglar 55 minut deb turgan 1dan. Demak, buni it is 55 past 1 desanglar bo'laveradi. 1dan 55 minut o'tdi deganda. Ammo odat qoida bo'yicha inglizlar qoida bo'yicha o'qigan vaqtda yerimda o'tgan zamatlar
kaldı deb o'qiydi. Masalan, 8ni chiqarsanglar 35 o'tadi. Demak, bu 2ga qancha minut qoldi? 25 minut qoldi degan gap. Buni it is 25 to 3 deymiz. To 3. 25 minut qoldi. Nechiga? 3. Oy, 2. Yani 2ga 25 minut qoldi. It is 25 to 2. Yani 2 2'ga chiqib 2 bo'lib qoldi endi. 25 minut qoldi 2ga. Endi 9'uncusu 40 o'tibdi. Demak, 2ga 20 minut qoldi degan. Demak, it is 22 2 deymiz. 2ga 25 minut qoldi. 20 minut qoldi. O ne degan. Endi 10'uncusu qarasanglar 45 o'tdi degan. 45 degan necha chorak? 3 chorak. 3 chorak o'tib ketsa 1 chorak eshib qoldi degan. Ya'ni 45dan 60 qilmoqchi 1 chorak qoldi degan. 3 chorak o'tib ketdi, 1 chorak qoldi. Buni endi equator to 2 deymiz. Equator to 2. Yani 1 2'ga degan gap 1 chorak qoldi 2ga deymiz. 2ga 1 chorak qoldi deymiz. Endi 11'ni chiqarsangiz 10 degan 10'ni qarasa necha bo'ldi? 50 bo'ldi degan gap. 50 degan gap. It is 50 to 2 degan gap. Yani voy xatola qoldi. O 50 ga o'tgan vaqtda 2 10 minut qoldi degan gap. Bu vaqtda it is 10 to 2 degan gap. It is 10 to 2. Tamam bo'ldi degan gap. Bosh bo'yicha o'qildi degan gap. Endi buni yo men unda o'qimayman desam bo'laverdi buni. Men boshida o'tida qo'ydim desam 11-ni 50 past 1 desam bo'laverdi. 1da 50 minut o'tdi degan. Endi ikkinchi qarasanglar where were you on dedi. On at debdi bu. Ondan atni tushundimmi? Men top yo'llagandek qilgandim. Niyada ko'rayliklar. On deganlar odatda hafta kunlari emas. On Monday, on Tuesday emas. Ondan oy, o nima? Haftaning oldiga keldi, haftaning oldiga. Qolgan bunu da ötep ketkenler çiğsa bu inş gelsin, bu vaqtda in keldi degan gap. In keldi degan gap. Ay kelsa, onun gibi in keldi degan gap. Yil kelsa, onun gibi in keldi degan gap. An urun joylarga odatda at keldi degan gap. At keldi. Aşnanga diqqat qilsangiz degan gap. Mesela where were you on Monday? Düşenbe günü neredeydin? Düşenbe günü neredeydin? Ama nimish neredeydin deymiz çünkü were degan o'tgan zaman shakli bo'lganligi uchun sen dushanba kuni neredeydin? Where were you on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Saturday, on Sunday devasan bo'laverdi endi. Endi aslo kelsak when were you at dedi. Endi mana nima? When were you? Sen neredeydin? Etnikinin joy ismlari keldi, joy ismlari. Sen at charge, at school, at the office, at charge degandek. Sözlükni ko'rsangiz charge degan gap aniq nima? Haliqi xristianlarninki nima qo'yilgan yeri? Şahsılan mescide kelsem, Hristiyanlarning Hristiyan çirkav deymiz. Church, çirkav. Değeri degan gap girim buyumlar deb ko'radi. O nima girim buyumlar deb ko'radi? Nima değeri. Kendi süt firması emas. Süt satılgaya. Kalınan sütü ne satılgaya? Sütün birimelleri satılgaya. Yani sütxana desek, sütükün desek, sütxana demek, sütükün. Değeri, yani sütükün demek. Baker demek, navay demek, navay, baker. Baker de kullan, baker. Baker.
Baker desang to'g'ri. Baker. Grocer deganga bayatdan chiqqan to'q. Ushaq chek yemek ichmek, militchmanlar do'koni degandek men. Militchmanlar do'koni. Ushaq chek yemeklik do'koni degan. Grocer. Grocer. When were you at? Sen qayerdayding? At the moment. Mush vaqtda qayerdayding? When vaqtda were you at? Ismini qo'yaversangiz. When were you at the charge? Sen qachon nima deysan charge degan endi qo'yayotgan. Chirkov. Qachon chirkov deysan? Qachon chirkov deysan? Deganda aninkini javob bergan vaqtda nemiz were you deb qo'ygandan keyin I was deb yozilgan. I was at the church on Sunday. Vaqt so'g'andan keyin vaqtni deydi. On Sunday. Dushanba kunda chirkovda edim. When were you at the school? Sen qachon maktabda eding? Bu şekilde so'rab mashq qilsangiz. At the butcher's. At the hairdresser's degan gap. Hairdresser shop degan gap. Yana nima sotrashxona. Baker degan gap navbayxona. Grocer degan gap bunda militchmanlar do'koni yana ushaq chekadigan bir so'zlar. Home, at home. The dairy. Men balkim o'stirmasazgan. Onun kendini greengrocer degan gap. Nivichu do'koni degan gap. O nima? Ko'ftat do'koni degan gap. Ko'ftat do'koni. Mush bo'yicha o'rni ashning savol so'rag'an vaqtda where were you on Monday, on Sunday, on debni qo'yib ishlaysan bo'lgan. Uning keyin me'datda mana Sunday, June, atnanki January, birinchi oyninki birinchi haftasiniki, ya'ni birinchi dushanba kuni. Ikkinchi